Unga janoza o'qilmasin deb xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona layk hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Million kulgi jamoasi tashkil topganidan buyon yelkama-yelka turib ijod qilgan, muxlislar nazariga tushgan asl kasbi jurnalist bo'lgan Mirkomil Musayev bundan 2 yil avval san'atni tark etdi. Jamoaning sobiq a'zosi bu qarorga qanday kelgani, hozirda nima ish bilan shug'ullanishi, oilasi va xotirjamlik topgani haqida YouTube'dagi Chotki TV kanaliga so'zlab berdi. Bo'lgan ishlarga afsus qilish kerak emas. O'tgan narsalarni unutib, yangilikka qarab intilish kerak. Qanday yashab o'tganingiz emas, bu yog'iga qanday yashashingiz muhimroq. Xudoga shukr, halovat topdim. Konsertdan ketganimda buning sababini aytganman. Vaqti soati keldi, jamoadan ketish qarorini qabul qildim. Bu fikrga darrov kelganim yo'q. 2017-yilda jamoa bo'linganida san'atni tark etish xohishi ilk marta shunda kelgandi. Men millionni emas, san'atni tark etdim. Keyingi yillarda Davronga san'atni to'xtatishim haqida ko'p aytib kelardim. Million jamoasi chiqqanidan buyon yelkama-yelka turib, Umid Alisherlardan keyin men ham ketdim. Ketishimga pul yoki boshqa narsalar sabab bo'lmadi, faqatgina ichki xohish bilan bo'ldi, deydi Mirkomil Musayev. 2017-yildagi konsertda to'y sahnasi bor edi. Shunda so'z o'yini qilib aytgan bir gapimni odamlar noto'g'ri talqin qilib yuborgan. Hozir ey, nima maqsadda aytganingni hamma biladi-ku deyishar. Lekin Alloh guvoh, maqsadim umuman boshqa bo'lgan. Shuning oqibatida 1,5 yildan keyin Telegramda Iskandar Hamroqulov va Mirkomil Musayevga janoza o'qilmasin degan mazmundagi fikr feyk qog'oz surati tarqalib ketgan, go'yo musulmonlar idorasidan berilgan fatvo sifatida. Shunda shu darajada ko'p odam qo'ng'iroq qilib, nima bo'lyapti, nima gap o'zi deb so'ragan. Men qo'rqmaganman, sababi buning yasama ekanini bilganman, lekin ota-onam uchun juda qo'rqqanman, chunki ularning qo'liga ham yetib borsa buning yolg'onligini tushunishmasdi. Yurakka og'ir botib, har narsa bo'lishi mumkin edi, ammo ularni qidiruvga berib iziga tushganman. Faqatgina Alloh kifoya qilsin deganman. Bo'ldi, deya gapirib berdi u. Katta sahnadagi faoliyatim 2009-yilda QVZdagi konsertda boshlangan. O'shanda dizayn ham, Bravo ham, Million ham birga bo'lgan. 2011-yilda Artel kompaniyasiga ishga kirganman va hozirgi kungacha Akfa Holding kompaniyasida ishlab kelyapman. Orada shu holdingning bir nechta tarmoqlarida faoliyat yuritdim. Bundan tashqari, fevral oyidan buyon xususiy universitetda amaliy maslahatchi bo'lib ham ishlayman. Rizq beruvchi Alloh oldin ham, hozir ham shukr, qanoat qilib yashayman. San'atni boshlaganimning o'zidayoq qachondir tugatish fikri bo'lgan. Boshqalarga o'xshab oxirigacha shundan pul topaman demaganman. Asosiy ishim yuqoridagilar, san'at hobbi bo'lgan. San'atning nonini yeyishning qiyinchiligi ko'p. Xulosalarimdan kelib chiqib kimgadir san'atni tanlashni tavsiya qilmayman. Farzandlarim ham san'atkor bo'lishini istamayman. Bu sohani tanlashadi deb ham o'ylamayman, deydi u. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.